Kecha men Robinga aytdim. Yangi mamlakat, yangi til, yangi uy va yangi yangi professiya. Tasavvur qilyapsizlarmi? Hamma narsa o'zgacha, boshqa olam, boshqa dunyo, boshqa mentalitet. Erim ishlayapti, qarab qo'ydi. Xullas, men kecha Robinga aytdim, menga zerikali tuyulyapti bu buxgalterskiy ish, уже ishlab boshladim yarim kundan. Zerikarli bo'lyapti, boshqa ishga kirsamchi desam, til bilmasang dedi, qayerga ham qanaqa ish qilasan dedi. Shunga bunday o'ylab qarasam, sayohat qilishimiz kerak, tezroq ishlab boshlashimiz kerak. Oson bo'lmayapti, juda ham qiyin bo'lyapti. Buyog'i YouTube bilan shug'ullanishim kerak. Sizlarsiz men kasal bo'lib qolyapman. Har kuni video qilmasam o'zim ham mazam qochyapti. Shuning uchun meni podдержка qilingizlar, iltimos, ishni boshlang.